Assalomu alaykum. Bu yilgi bahor mavsumi o'tgan yillarga nisbatan yog'ingarchiliklarga boy bo'lmoqda. Albatta bu quvonarli. Ayniqsa, yashil olam muvozanatini saqlashda seryog'inlik muhim ahamiyatga ega. Biroq ushbu yog'in suvlarni yo'naltirishda belgilangan me'yorlarga amal qilmaslik muammolarga sabab bo'layotganligini ta'kidlash lozim. Gap shundaki, yog'ingarchilik mavsumida aholi punktlari va ishlab chiqarish joylarida yog'in suvlarini kanalizatsiya tarmoqlariga oqizib qo'yilganiga guvoh bo'lamiz. Ammo O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining kommunal xizmatlar ko'rsatish qoidalarini tasdiqlash to'g'risidagi qarorining 9-bandida mavjud kommunal drenajlar tizimida shahar, aholi punkti va sanoat maydonchalari hududida drenaj suvlari va yer usti oqova, shu jumladan yomg'ir suvlarining kommunal kanalizatsiya tizimiga oqizilishiga yo'l qo'yilmaydi deb belgilab qo'yilgan. Xo'sh, nima uchun bunday me'yor belgilangan? Yog'in suvlarining kanalizatsiya tarmoqlariga oqizilishi oqova suv inshootlari faoliyatini izdan chiqaradi. Chunki bunday inshootlarning texnik imkoniyatlari chegaralangan. Qolaversa, inshoot faoliyatida yog'in suvlarini tozalash yoki ularni qayta ishlash nazarda tutilmagan. Masalan, Toshkent shahridan chiquvchi oqova suvlarni qabul qiluvchi eng katta Salar inshooti bir sutkada 900 ming kub atrofida kanalizatsiya suvlarini qabul qilish quvvatiga ega. Bo'zsuv inshooti esa bir sutkada 700 ming kub oqova suvni tozalaydi. Poytaxt bo'ylab bir sutkada 1,5 million kub atrofida oqova suv chiqib, mazkur inshootlarda belgilangan me'yorda tozalanib, tabiatga qaytariladi. Yog'ingarchilik mavsumida, ayniqsa bahorgi sel suvlarining kanalizatsiyaga oqishi tarmoqlardagi yuklamaning bir necha barobarga ortib ketishiga sabab bo'ladi. Bu esa tozalash inshootlari ishini izdan chiqishiga olib keladi hamda shahar bo'ylab tortilgan oqova quvurlarda toshqin va tiqinlarni yuzaga keltiradi. Aslida yog'in suvlari ariq va latoklar orqali kanallarga yo'naltirilishi lozim. Shunda million kub toza suv katta xarajat va harakat evaziga qayta tozalanmaydi. Ayni kunda Toshkent shahar suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyati tomonidan poytaxt bo'ylab nazorat tadbirlari davom etmoqda. Ularda korxona va tashkilotlar mahallalarda yog'in suvlarini kanalizatsiya tarmoqlariga ulash bilan bog'liq holatlar aniqlanib, bartaraf etilmoqda. Tegishli tartibda choralar ko'rilmoqda. Aziz hamshaharlar, yomg'ir va boshqa yog'inlardan hosil bo'lgan suvlarni kanalizatsiya tarmoqlariga oqizmang. Shahar oqova suv tizimini ishdan chiqishiga hamda turli toshqinlar yuzaga kelishiga sababchi bo'lib qolmang. E'tiboringiz uchun tashakkur.